Assalamualaikum hörmətli qarindoshlar. Sharq Turkiston sürgündə hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Xitay baş elçisi Xitayning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni inkor qildi. Xitoy tarqatayotgan uchurlar Amerikaning ijtimoiy axborot vositalarida yer oldi. Xitoy 17 Afrika davlatining qarzini kechirim qiladi ekan. Diqqətinizlər təfsili məzmunlarida bo'lsin. Xitoyning Avtoriyada turishliq bosh elchisi Xitoyning Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni inkor qildi. Mustaqillik xabarlarining 22 avgustdagi xabariga qaraganda, yakshanba kundagi Q+A programmasiga qatnashgan Yangi Zelandiyaning Avtoriyada turishliq Xitoy bosh elchisi Wang Xiaolong Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga qarata yurgizayotgan majburiy emgak silish siyosatini to'g'ri bo'lmagan uchur, ochiq-oshkora xato tashviqot degan. Alayda doklad bergüchini mas'uliyatsiz, yirginishlik taktika qo'llanish bilan ayblagan va Xitoy hukumatining yaqinda majburiy emgakka aloqador xalqaro shartnomasini imzolashini ularning majburiy emgakni bekor qilishdagi qat'iy irodasining namoyandasi deb ko'rsatdi. Yangi Zelandiya Uyg'ur birlashmasining bayonotchisi Sam Minsin Wangni Yangi Zelandiya ommasiga samimiy muomala qilmadi deb aybladi. Shundaqla inkor qilishga bo'lmaydiki, uning hukumati Uyg'ur xalqini nishon qilgan keng ko'lamlik majburiy emgak sistemasini yo'lga qo'ydi. Ularning majburiy emgakni bekor qilish niyati yo'q. Majburiy emgakka selinayotgan Uyg'urlar to'xtamay nazorat qilinadi. Mingisi yuyuladi, diniy tuyg'usini ifodalashda cheklamaga uchraydi. Oilasidan majburiy ayrilib uzoqlarga yo'tkilib majburiy emgakka selinadi. Bolalar oilasidan ayrilib davlatning yotoqliq maktablariga o'rinlashtirildi. Majburiy emgak plani Xitoy hukumatining Uyg'ur madaniyatini yo'qotish turining muhim bir tarkibiy qismi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın zamanıvi kulluk şekli dokladida Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni majburiy emgakka selishini insoniyatga qarshi jinoyat deb qaror qildi. Biz harakat qo'llanib, Uyg'urlarni majburiy emgakka selish orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlarning do'konimizga kirishini to'sishimiz lozim. Chunki Yangi Zelandiya ommasi insoniyatga qarshi olib berilgan bu jinoyatga sherik bo'lishni xohlamaydi. Biz Amerikaga o'xshash Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning majburiy emgakdan ishlab chiqarilmaganligi isbotlanguncha import qilishni cheklashimiz kerak dedi. Xalqaro jamiyatning Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarata andishasining kuchayishiga ergishib, Beyjingning obrazini yaxshilash uchun Xitoyning tarqatayotgan uchurlari Amerika ijtimoiy axborot vositalarida yer oldi. Fairplan Tour'ning 22 avgustdagi xabariga qaraganda, Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Kengashining Oliy komissari Mashal Bachelet Sharq Turkistonni ziyorat qilgan bo'lsa-mu, Xitoy yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatni ayblayolmaganligi uchun xalqaro tashkilotlar tarafidan ayblandi. Reuters agentligi Xitoyning Bacheletning doklad e'lon qilishini bekor qilish uchun davlatlarning qo'llashini qo'lga keltirish maqsadida tirishchanlik ko'rsatayotganligini xabar qildi. Bu Beyjingning uchurni kontrol qilishdagi nurg'unlagan harakatlaridan biri. Avstraliya strategik siyosat tadqiqot o'rni yaqinqi dokladida Xitoyning xalqaro jamoat fikriga ta'sir ko'rsatish uchun xato uchurdan foydalanganligini o'ttirg'a qo'ydi. Dokladda yana Xitoyning xato uchurining Twitter va Facebook qatorliq Amerikadagi ijtimoiy aloqa supullarida ko'rinarli tarqatilganligi ko'rsatildi. Tahlil qilinishicha, atalmish Şinjanni tilga olgan 6 million 700 mingdan ortiq tweet va inkosning ichida 60% dan ko'pragini Xitoy davlat taratqullari va diplomatlari yo'llagan. ProPublica va New York vaqt gazetining birlashma dokladida yana G'arbning ijtimoiy aloqa supullardan tanlab olingan 3 mingdan ortiq sinda Beyjingning irqiy qirg'inchilik va majburiy emgakka selish siyosati yurgizganligi Uyg'ur tilida rad qilingan. Xi Jinping internetning uchur raqobatining jang maydoni ekanligini ko'p qatim ta'kidladi. Cincinnati Universiteti Xalqaro va ommaviy ishlar maktabining tor bexatarligi bilan shug'ullanadigan yordamchi professori doktor Grigoriy Vingerining so'ziga qaraganda, ijtimoiy aloqa vositalaridan foydalanib Xitoyga moyil so'zlarni tarqatish Xitoy Kompartiyasining yumshoq kuchini oshirishdagi tirishchanligining bir qismi ekan. Putin bilan Rossiya hukumati ko'rinishda xalqaro tartibdan qo'rqish va chetga qiqilishga qarta beyaram bo'lmasa-mu, ammo Xitoy unday qilmaydi. Dokladdan ma'lum bo'lishicha, bu xil faoliyatlar atalmish Şinjandagi Uyg'urlar duch kelgan irqiy qirg'inchilikni tekshirayotgan tadqiqotchilarga hujum qilishni o'z ichiga oladi ekan. Dokladda yana Shanxay Haishun texnika shirkati nomidagi Xitoy Kompartiyasining shirkatiga ulangan 72 saxta xabar tor bekiti va ijtimoiy taraqqiyotga yozmalar tekshirilgan bo'lib, inglizcha so'zlashadiganlar uchun Amerika bilan Yevropaning aktiv energiyasiga aloqador mazmunlarni shakllantiradigan bog'cha setiladi ekan. Bu faoliyat ilgari surgan mazmun atalmish Şinjanning xalqarodagi obrazini qaytadan tiklash,
Amerika və onun ittifaqdaşlarını tənqid qilish və Xitay Xalq Cumhuriyeti hökumətini tənqid qılğıcılarni etibarsızlaşdırış rolunu oynaydı ekan. Antropolog Adrian Zenisning atalmış Şinjan tədqiqatı və Xitayning Uyg'urlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi to'g'risidagi tadqiqoti bilan to'nilgan tor bekat maqolalari va ijtimoiy taratquv yozmalariga qara surilgan. Xabar qilinishicha, Xitoy davlat taratqullari Cumhuriyetning bayonlarini ijtimoiy taratqularda tarqatish uchun yangi strategiyani qo'llanmoqda. Xitoy kundalik gazeti, Yer shari vaqt gazeti va Xinhuada ishlaydigan bir qism jurnalistlar kim uchun ishlaydiganligini yushirish maqsadida yolg'on tur tarjimonini ishlatgan. Avstraliya strategik siyosat tadqiqot institutining tadqiqotchilari Beijing chet eldagi Xitoy diaspora guruhlari bilan hamkorlash orqali tashqi tashviqotni kuchaytirishi mumkin. Anglashlarga qaraganda Xitoy kompartiyasini qo'llaydigan radikallar bor. Yangidan kelinayotgan texnikalardan foydalanib, yerlik tashviqotlarni barliqqa keltirib, tashviqotni kuchaytirishi mumkin dedi. Dokladda hökumətlərə təşviqat tarqıtılğan partiyalarga iqtisadi cəzanı kengaytirish, shundaqla Xitoyning təşviqat sistemasini oshkorlaydigan tədqiqotlarga texim ko'p mablag' ajratish tavsiya qilindi. Xitoy 17 Afrika davlatining qarzini kechirim qildi. Xitoy diplomatiya ministri Wang Yi Xitoyning 17 Afrika davlati uchun 23 o'simsiz qarzini kechirim qilishga va'da berganligini, shundaqla qiyinchilikqa duch kelgan davlatlarga yemaklik yordami beradiganligini aytdi. U yana Xitoyning mablag' selish va yordam berish orqali Afrikadagi asosliq ul asliya qurilishlarini davomli qo'llaydiganligini va qatnashadiganligini, Afrikadan import qilishni davomli oshirib, Afrikaning dehqonchilik va yasimchilik kasbining texnik taraqqiyotiga madad beradiganligini, raqamlik iqtisod, sayya, yeshil va tuvan karbon qatorliq yangidan kelinayotgan kasblarda hamkorlikni kengaytiradiganligini, 17 Afrika davlatiga yemaklik yordami beradiganligini aytdi. Tənqidçilər Xitoyning maqsadining qarz tuzaq diplomatiyasini ilgari surish ekanligini, o'zining strategik xalqaroliq mulkiga kafolatlik qilganligini o'ttirg'a qo'ydi. Sri Lanka Xitoyga ig'ir qarzlar bo'lganlikdan 2017-yili Xitoy yasagan 1 milliard 500 million dollar qiymatidagi Hambantota portini Xitoyga 99 yillik ijara berdi. Keniya va Uganda Xitoydan ko'p qarz olgan Afrika davlatlari. Avstraliya tashqi siyosatiga mos kelmaydiganlikdan 2021-yili Viktoriya bilan Beijing o'rtasidagi bir balvoq bir yo'l tashabbusi ul asiyalari kelishimini bekor qildi. Xitoy 2000-yildan 2019-yilgacha bo'lgan oraliqda Afrikani taxminan 21 milliard dollar qarz bilan ta'minlagan. Bloomberg agentligining xabariga qaraganda, Angolaning 9 milliard dollar qarzi bor ekan. Moğol xaqani Chingizxon Buxara shahriga hujum qilganda qarshi tarafning bahodirligi va mudofaasining kuchlikligi sababidan shaharga bosib kirishga amalsiz qolganda shahar aholisiga maktub yozib, kim bizning tarafimizda turib bizga qarshi urush qilmay taslim bo'lib qurol tashlasa amonlik berildi. Bundan keyin bexatar xotirjam yashaydi, dedi. Bu maktubning mazmuni shahar aholilarini ikkiga bo'lib o'tdi. Birinchi qatordagilar har holatda qarshilashda ching turishni ham eng oxirgi hayot qolgan kishiga qadar shaharni qo'g'dab urush qilishni tashabbus qilib rad qildi. Ikkinchi qatordagilar Mo'ng'ullarning zulmidan ansirab taslim bo'lishni muvofiq ko'rib shaharni topshirishga qo'shildi. Chingizxon taslim bo'lib bo'ysunishga qo'shilganlarga yana maktub yo'llab mundoq dedi: Agar sizlar biz tarafga o'tib biz bilan bir safda bizga qarshi chiqqanlar bilan urush qilsanglar, biz sizlarga davlatinglarni boshqarish huquqini berib, mansab tutib hokimiyat yurgizish imkoniyatiga ega qilamiz. Bu maktubni o'qigan qo'rqinchoq vatan sotqunlari Mo'ng'ullarni saqlab turmay, darhol qo'liga qurol olib, o'z musulmon qarindoshlariga o't ochib, urushni boshladi. O'zaro ichki urush avjiga chiqdi. Albatta, Mo'ng'ul qo'shinlari qarab tomosha qilib turadi. Oxirida Chingizxonga bosh ekkan xiyonatchi mal'un vatan sotqun tarafdorlari g'alaba qildi. Ammo kishini hayron qoldirdigani shuki, Mo'ng'ul xaqani Chingizxon jang tugishi bilan maydonga tushib, xiyonatchi tarafdorlaridan qurolni elib, ularni bo'g'izlab o'ldirishga buyurdi. Ondan o'z qarindoshlariga vafo qilmaganlardan bizdek yet kishilarga hargiz vafo kelmaydi, degan mashhur so'zni qildi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.